namunasini ko'rsatib, ulkan g'alabaga erishgani, vatanimiz tarixida birinchi marta jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon-shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga bu qatnashlarda faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Alijonov Hojiakbar Ulug'bek o'g'li naqadar baxtli lahzalar. futbol bo'yicha O'zbekiston har bir vakil monitorda namoyish etilyapti, katta monitorda. Bugun Rustam maydonga tushgan. Abdurauf Anvar o'g'li futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Murodilla o'g'li futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Urg'unboyev Azizbek Murodilla o'g'li bugungi kechning eng yaxshi futbolchisi. Boshimiz tomonidan ham tegishli. Ergashev Botirali Haydarali futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni Ergashev Botirali Haydarali o'g'li darvozabonlarimizdan biri. Boya aytib o'tdim-ku, raqobatdan shu yuqori Yusupov O'tkir futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni Boya Sergeyevga nisbatan aytilgan gaplar O'tkir Yusupovdan qoyillik. Bu futbolchidan ishoning bu boshlanish. Bu boshlanishi hali biz bu yo'lda uzoq davom etamiz. Hali bu bardavom bo'ladi. Biz jahon chempionatiga chiqdik. Bu yog'iga endi jahon chempionatida yuqori maqsadlarni ko'zlashni boshlaymiz. Nasib etsa o'sha kunlarga ham yetamiz. Faqat bir tanur, bir jon